Uf, jonimga tegdingiz. Ishlaysizmi yo'qmi o'zi? Qish keldi deguncha oyoqda uxlaysiz-a? Shundan sovuqda nima ish qilaman? Yotaman-da yerda. Ha qizim, hali ham achchiqlandi yo'q, boqolmaydi. Bor, yo'qol, bitta xotin eplab boqolmaysiz. Qizim, men ekan, men senga shu yoshligida suyuq iste'mol qiladigan bekibaraka go'shtlarni aytib kelganman. Hozir ularda zo'r yangiliklar bo'lyapti. Qaysi kalla pochalarni ham yo'lga qo'yishgan. Men hammasini aytib keldim. Ketdi, mana uni ol, birgalikda yeymiz. O'ting to'g'riga dadajon. Bo'ldi, mana ekan, o'yi issiqligini qara. Kim qamat tushgan, bekibarakaning go'shtlaridan ichi bir qaysilardan kalla pochalardan oz bo'ladi yangilik bo'lar. Vay. Ayni kini, barnet yo'q, sizdan o'tirayman amaga. Xo'p, endi qizim, mana shu ko'rib turgan mahsulotlarning barchasi bekibarakada bor. Tuyoq, kalla pocha, qazi, buyoqda mana go'shtlar, qo'y go'shti, mol go'shti. Eng asosiysi men barnet yo'q, ko'chaga chiqib rozor qilib kelgan vaqti bo'lmadi. Endi vaqti ham bo'lmadi, men uxladi, kechgacha men buni bilaman. Bitta bekibarakaga telefon qilsa, 4 oy bo'ylab tekin darslar kesmadi. Xohlagan narsani zakaz qilaverasiz, bemalol. 5 minutda yetib keladi.